Assalamu alaykum saboqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun al-usul min ilm al-usul degan darsimizning davomini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda amr haqida to'xtalgan edik. Endi biz bugungi darsimizda nahiy haqida to'xtalamiz. Ya'ni cheklama haqida to'xtalamiz. An-nahyu, ya'ni cheklama. Ya'ni shariatdagi, ya'ni usul fiqhida nahiy degan nimalar bilan nahiy qilinadi, bu haqida to'xtaladi. Unda olsa biz dersimiz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. En-nehyu. Nehi, ta'rifuhu, onun ta'rifi kavlun yetadammanu talabel keffi ala vecihil isti'la bisigatin meksusa hiyel mudari'ul meqrun bilayn nahiye. Nehi deganimiz qo'l yig'ishni talab qilishni o'z ichiga oladigan so'z. Ala vecihil isti'la, üstünlük yo'liga asosan bisigatin mexsusa xususiy qurilma bilan u xususiy qurilma bo'lsa al mudari al maqrun bila nahiye. Nahiyning lasi bilan birikib kelgan mudari. Ya'ni nahiy deganimiz xususiy qurilma bilan ustunlik yo'liga asosan qo'l yig'ishni talab qilishni o'z ichiga oladigan bir so'z. U xususiy qurilma qaysi? La nahiye bilan birikkan mudari. Masalan, la takzib bu bir nahiy. Bir söz. Yani yalga etmaslıktan ibaret bir şirketten kol yığışını qanday qiladi, talab qiladi. Endi bununla Allah Teala'nın tövendeki sözüne misal keltirdi. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Bizning ayetlerimizi yalganga çıkaran kişilerin havai heveslerine ergeşmen. وَلَا تَتَّبِعْ Qanday qilmang, ergeşmen. Bu yerdeki وَلَا تَتَّبِعْ degan xususiy siga olgan, yani mudari nehinin lazım birikip kelgan mudari. Shundaqla üstünlük yo'liga asosan, qanday üstünlük yo'liga asosan? Bu Allohdan kelgan buyruq, üstünlük bor. Talabul keffi, ya'ni ergishishdan qanday va qo'l yig'ish va buningda. Demak bu nima ekan? Nahiy ekan deymiz. Endi biz tuanda bu ta'rifni tahlil qilib chiqamiz. Yuqoridagi qavlun yatadammanudagi qavlun degan so'z bilan, ya'ni bu bir so'z ekan, nima emas ekan? Ishorat emas ekan. Shuning uchun ishorat nehi deb atalmaydi. Gerçi işaret qilish orqali nehini bildirsimi? Masalan, qilma deganga o'xshagan bir ishorat orqali nehini bildirsimi? Bu ishorat deb atalmaydi, nehi deb atalmaydi. Talabel kaffi degan so'z bilan chiqib ketdi, buyruq chiqib ketdi. Chunki buyruq degan nima? Talaba fi'l. O bir ishni qilishni talab qilish, qo'l yig'ishni talab qilish emas. Ala vajhil isti'la degan so'z bilan iltimos chiqib ketdi. Ya'ni bu bir ishni qilishni, qo'l yig'ishni talab qilish ustunlik yo'liga asosan bo'lishi kerak degan gapdan iltimos chiqib ketadi. Chunki iltimos degan tuandan yuqoriga bo'ladi. Duo chiqib ketadi va undan boshqa qarinalar bilan nahiydan ifodalanadigan narsalar chiqib ketadi. Ya'ni qarinaga qarab turib, garchi nahiy bo'lsa-mu, ustunlik bo'lmagan narsalarning hammasi qanday qildi? Chiqib ketadi. Masalan, va la takhzulna Allah bizni yordamsiz qo'ymagin. Va la takhzul dediki nahiy bilan birikkalloy nahiya nehi. Lekin bu nehi ala vajhil istila. Üstünlük yo'liga asosan emas. Chunki bu bir bandadan Alloh qilingan xitob bo'lg'achqa, garchi nehi bo'lsa-mu, bunda istila yo'q. Shuning uchun bu nehi bo'lanmaydi deymiz. Usul fiqhdagi nehi bo'lanmaydi. Wa kharaja bi qawlina bi sighatin maxsusa hiya al-mudari. Endi bizning so'zimiz bilan, ya'ni bi sighatin maxsusa hiya al-mudari al-muqarin bila nahiya degan bu so'z bilan chiqib ketadi. Nima chiqib ketadi desa, ma dalla ala talabil kaffi bi sighatil amri. Buyruq qurilmasi bilan qo'l yig'ishni talab qilishga bildiradigan narsalar chiqib ketadi. Ya'ni bu nahiy emas, ya'ni nahiya bilan birikmagan buyruq, lekin bu buyruqda qo'l yig'ishni talab qilish ma'nosi bor. Masalan, da, tashla, o'truk, buni tashla. Bu tashla degandan tashla degan gapma bir ishni qilishni qo'l yig'ishni bildiradi. Lekin buning nahiyninki nimasi yo'q, lasi yo'q. Bu nima? Amr. Shuning uchun buningdan chiqib ketadi. Yuqorqi ta'rifdan chiqib ketadi. Bu nima deb ataladi? Nahiy amr deb ataladi. Shunga deydi: "Ma dalla ala talabil kaffi bi sighatil amr." Buyruq siyg'asi bilan, buyruq qurilmasi bilan qo'l yig'ishni talab qiladigan narsalar chiqib ketadi buningdan. Masalan, da, o'truk, kaf onun o'xshash. Fa inna hadihi chunki bu va in tadammana talabil kaffi. Chunki garchi qo'l yig'ishni talab qilishni o'z ichiga olsa-mu, lekin u buyruq qurilmasida.
fetekunu emren la nehin. Şunun için bu buyruq buludu, nehi bo'lmaydi. Bunun için de sana bu. Endi bu la'ın nahiyadan başka bir yol bilan nehi bilinmemdi o. Nehi meydana kelmemdi o desa, onda emas. Ve kad yustafadu talabul keffi bi gayri sigatin nehi. Ba'zida bir ishni qilishni, qo'l yig'ishni talab qilish nehining siyg'isining boshqasi bilan ifodalanadi. Masalan, ayyusafal fi'l bit tahrim. U sharikat harom deb sifatlanishi bilan. Masalan, hurrimat alaykumul maytatu wad-damu. Sizlarga uluk, qon, cho'shqinning go'shtlari qanday qildi? Harom qilindi degan baytga hurrimat, harom qilindi dedi. Bu yerda bir nehi bor deymiz. Chunki bu haromlikdan qanday qilindi? Sifatlandi. Avval hazr yoki hazr cheklandi degan iborat bilan kelgan bo'lsa, yoki al-qubh sat degan iborat bilan kelgan bo'lsa, yoki uning qilg'uvchisi so'kelgan bo'lsa, yoki uni qilgan kishiga bir jazo bo'ladi degan bo'lsa, yoki shunga o'xshagan bir cheklanish ma'nosi ifodalangan har qanday narsa bilan nehi shaklini beradi. Xo'sh, unda bo'lsa nehi shakllansin bo'ladi. Ya'ni nehi nimani taqozo qiladi desa, endi bizning rasm usul fiqhga qadar bo'lgan mazmun endi keldik. Ma taqtadihi sigatul nahi. Nahinin sig'isi taqozo qiladigan narsalar. Sigatun nahi indal itlaq taqtadi tahriman manhi anhu va fasadihi. Nahinin qurilmasi, nahi sig'isi mutlaq kelgan vaqtida, ya uningga bir qarini bo'lmasa yoki uningga bir chekliguchi qarshi bir delillar kelib qolmasa, ya'ni mutlaq kelgan vaqtida cheklangan ishning haromligi va fasadihi, agar u ibodat bo'lib qolsa yoki savdo muomala bo'lib qolsa, va fasad, uning fasad buzilganligini bildiradi. Masalan, vaqt kirishdan yoki masalan, het kunisi ro'za tutish deylik, het kunisi ro'za tutish nima? Harom, cheklangan. Bundaq vaqt ro'za tutgan bo'lsa, bundan bo'ldi, fasad bo'ladi uning o'zi. Ya'ni buzilib ketadi, ro'za bo'lmaydi. Yoki kun chiqayotgan vaqtida ro'za tutish, qip-qizil kun chiqayotgan vaqtda namoz o'qish nima? Harom. Unda vaqt namoz o'qisa, fasad, buzilib ketadi. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم. Xo'sh, unda bo'lsa, nahini siz haromlikni bildiradi. Ibodat muomalada fasadlikni, ya'ni buzib ketganligini bildiradi dedingiz. Buningga dalilingiz nima desa, Alloh taolo Qur'on Karimda "Va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu." Elchi sizlarga nima deb kelgan bo'lsa, uni tutinglar. Sizlarni nimadan to'sqan bo'lsa, uningdan yeninglar. فالأمر بالانتهاء عما نهي عنه cheklangan narsadan cheklanishga bo'lgan buyruq فالأمر بالانتهاء عما نهي عنه uningdan cheklangan narsadan cheklanishga bo'lgan buyruq yaqtadi vujubul intiha cheklanishning vojib ekanligini taqozo qiladi. ومن لازم ذلك cheklanish vojib bo'lsa ومن لازم ذلك lozim qildi shu qilishning haromligini lozim qiladi. Onun başqa delillər və min al-adilla ala annahu yaqtadil fasad. Onun fasid bulduğanlığınınki delilinin qatarıdan Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləmninki men amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Qandaq bir adam bir ishni qilsa, bir amalni qilsa, emas o amalning ustiga bizning ishimiz. Ya'ni bizning shariatda bo'lmagan amalning birini qilsa, fahuwa rad. U rad qilinadi dedi. وَمَا نُهِيَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّبِي. Onundan çeklengen, onun üstüde Peygamberimizin buyruğu bo'lmagan işler feyakunu merduda. Ne buldu? Red kılınadı. Red kılınga ne buldu? Fasad. İsab olmaydı. Buzludu. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه. Bu ve onundan çeklengen nesildeki mezhebinin kaidesi. Yani mezhebinin, Hanbeli mezhebinin kaidesi. Endi cheklangan vaqt qilgan ish hal yakunu batilan, batil bo'landi yoki harom bo'lishi bilan birga to'g'ri ado topamdi. O tuvandagi bir qancha tafsilotlarga bo'linadi. Ya'ni demakchi o'g'ini bir ishning asli nima? To'g'ri. Ammo uni harom vaqt qilgan bo'lsa, to'g'rilamdi, xatolamdi. Bu tuvanda bir qancha tafsilotlarga bo'linadi. Birinchisi ayakuna nahyu qaidan ila zatil manhiy anhu. أو شرطه فيكون باطلا. Dikkat. Eğer çekleme qaytquchi bo'lsa, cheklangan ishning o'ziga qaytgan bo'lsa yoki uning shartiga qaytgan bo'lsa, bu batil bo'ladi. Masalan,
hech kuni ro'za tutish nima harom. Demak, bu yerda ro'za tutishning o'zi nima harom. Bu kun ro'za tutsa fasod, batil bo'ladi. Endi uningki masalan shartiga qaytib qolsa o cheklama. O ibodatning o'zi nima emas, xato emas, ammo shartida cheklim bor. Masalan, bir odam avratni yepish namozning nimasi sharti. Ammo o odam avratini, ya'ni kiyim-kechikini butunlay yipakdan kiydi. Yipak kiyim kiyishning nima? Harom. Demak, bu shartiga qanday qildi? Daxli etdi. Unda o'z qanday bo'ldi namozi? Bizning Hanafiy mazhabda gunohkor bo'lishdan ado topadi. Ammo yuqorqi Hanbali mazhabida bu namoz uchun ado topmaydi. Demak, birinchisi, agar nahi, manhiyun anhu cheklangan ishning o'ziga qaytsa yoki uning shartiga qaytsa, nima bo'ldi? Batil bo'ladi. Ikkinchisi, nahi ila amrin xorijin la yata'allaqu bi zatil manhiyu anhu va la shartihi fala yakunu batilan. Agar cheklama sirtqi bir ishga qaytsa, ya'ni cheklangan ishning zotiga aloqasi yo'q, uning shartiga aloqasi bo'lmasa, fala yakunu batilan. Nima bo'lmaydi? Batil bo'lmaydi. Masalan, hamda cheklangan narsaning o'ziga qaytganning misoli ibodatniki. An-nahyu an sawm yawmil aydan. İki heyt günüsü, roza heyt ve kurban heyt günüsü roza tutuş, cheklanganga o'xshash. Heyt günüsü nima? Roza tutush. Buningdagi cheklama rozaning o'ziga qanday qilgan? Qartilgan. Shuning uchun bu kun roza tutush bil ittifoq fasod adamaydi roza. Wa mithalul aid ila zatihi fil muamala. Endi muamildagi cheklangan ishning o'ziga qaytganning misoli an-nahyu anil bay'i ba'da nida'il jum'ati thani mimman tulzimuhul jum'a. Cuma vacib bo'lgan kishiningki jumaning ikkinchi azindan keyin setishdan cheklangan. Ya'ni juma vacib bo'lgan bir odamningki jumaning ikkinchi azin chiqqandan keyin bir narsa setishi harom, nahiy va bu yerda. Xo'sh, agar qilsa-chu bu yerdagi cheklama so'z setiqning sharti yoki so'z setiq aloqador bo'lmagan bir ish emas, so'z setiqning o'zidan cheklangachga, zotiy degan gap shu. O'zi cheklangachga bu so'da batil, hisob emas. Endi shartiga qaytganning misoli qanday bo'ldi? Ya'ni bu cheklama shu ishning o'ziga emas, shartiga aloqador bo'lsa. Endi shartiga aloqador bo'lgan ibodatdagi misoli misalul a'id ila shartihi fil ibadat dedi. Ibodatdagi uning shartiga, ya'ni cheklangan ishning uning o'zida emas, shartida bo'lib qolganning misoli an-nahyu an labsil harir an labsil rajul thawb al-harir. Fasitrul avra shartli sihhat solat dedi. Ya'ni er kishininki yipak kiyim kiyishidan cheklanganiga o'xshash. Er kishining yipak kiyim kiyishining o'zi nima? Harom. Ammo bu yipak kiyim kiyib avratini yepishi namozga nisbatan nima? Shart. Demak, bu yerdagi cheklama namozning o'ziga emas, namozning bir sharti bo'lgan avratni yepishga aloqador bo'ldi bu yerdagi cheklama. Demak, cheklama shartga aloqador bo'ldi. فإذا سترها بثوب منهي عنه agar avratini cheklangan kiyim bilan, ya'ni yipak kiyim bilan yapgan bo'lsa, lam tasihha salat. Namozni bo'lmadi, to'g'ri bo'lmaydi deydi. Bu Hanbali mazhabida. Ammo Hanafi mazhabida gunohkor bo'lishdan to'g'ri bo'ladi. Nimishqa li'audatin nahi ila shartiha. Chunki bu yerdagi nahining, cheklamining o ibodatning shartiga qaytganligi uchun. Farq shu. Hanbali mazhabida cheklama ibodatning o'ziga qaytgan bo'lsa, bil ittifoq Hanbali Hanafi mazhabida hammasi buzadi. Ammo shartiga qaytgan bo'lsa, bizning Hanafi mazhabida gunohkor bo'lishlar ado topadi. Ammo boshqa muomala azroq farqli yeri bor. Wa mithalul a'id ila sharti fil muamala. Endi muomildagi shartning o'ziga qaytgani nahiyningki. Ya'ni nahiyningki muomilning o'ziga emas, shartiga qaytganning misoli an-nahyu an bay'il haml. Ya'ni qursaqdagi narsani setishni cheklash. Payg'ambarimiz qursqida, hayvonning qursqida bo'lsa, u qursqidagi narsani ko'may, bilmay turib tug'ilishdan ilgari homildor holatida u ichidagi narsani setib olishni cheklagan. Chunki Chunki so'z sotiqning to'g'ri bo'lishining shartidan birisi olmoqchi bo'lgan narsani bilish. O qo'yning qo'sqidagi qo'zini bilgilanda to'shni ilgari bilgilolmaydi. Shuning uchun bu yerda so'zning shartidan birisi qanday qilmaydi? Hozir bo'lmaydi deymiz. Ya'ni bu yerdagi cheklama so'zning shartiga qartilgan deymiz. Fal ilmu bil mabi' shartun li sihhatil bay'. Sotmoqchi bo'lgan narsani bilish so'zining to'g'ri bo'lishining sharti. Fa iza ba'al
hamla lam yasihhal bay. Agar homilini sassa savdo to'g'ri bo'lmaydi. Nimishqa? Bu yerdagi cheklama uning shartiga qaytganlik uchun. Chunki jaholat va bu yerda. Ya'ni bilmaslik va olmoqchi bo'lgan narsani. Olmoqchi bo'lgan narsani bilish nima? Shart. Demak, shartga qanday qildi? Daxliyatni, shuni savdodan bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi deymiz. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة. أم ibadatdagi sirtqi bir ishga qaytadigan nahiyning misoli. Ya'ni bir ish cheklandi, ammo bu ish ibodatning o'zida emas, cheklangan ish. Ibodatning shartiga aloqador emas, ammo ibodatdan sirt bir ibodatga aloqasi yo'q bir ishda cheklangan ish bor. Masalan, an-nahyu an libsil rajul amamatil harir. Bir odamningki yipakdan to'qilgan, yipakdan yo'galgan bir sallini kiyishi. Falaw salla va alayhi amamatu harir lam tubtil salatuhu. Agar bir odam yipakdan kiyim kiyib yoki ostining kiyimi bari odatga normalroq, ammo ustiga yipakdan chapan kiyib oldi, avratining sirt bo'g'raylarga yoki ishdagi maykalar odatdagi, ammo chapanga nima yipak chapan kiyib oldi yoki yipak salli kiyib oldi. Bunda vaqt namoz o'qigan bo'lsa, onun namazı bekar olmaydı. Yipakni kiyib olgan gunoh bo'ldi, lekin namozga cho'q ta'sir etmaydi. Lam tubtil salatu, onun namazı bekar olmaydi. Lianna an-nahya la ya'udu ila zat as-salat va la shartihi dedi. Chunki bu yerdagi cheklama namozning o'ziga aloqador emas, uning shartiga aloqador emas. U namozdan xorij, sirtqi bir ishga aloqador. Shunga buni qanday ta'sir etmaydi. Bu bir ittifoq gap. Endi so'z setiqdagi sirtqi bir ishga qaytadigan cheklamaning misoli an-nahyu anil g'ish. So'z yolg'on aytish cheklagan payg'ambarimiz. Ya'ni bu harom. Agar bir odam yolg'on aytib bir narsani sotgan bo'lsa, epini yutib emas, yolg'on aytib lam yabtul bay nima bo'lmadi, buzilmaydi. Epini yutsakin qaytarildi, lekin ep emas, yolg'on aytdi. O'zining narsi, ammo so'diga o binasini yushmadi, lekin yolg'on aytdi so'dida. Yoki ashib maqtada masalan, yoki shu oraliqda bir yolg'on aytdi. Bunda bo'lib qolsa, bu odam yolg'on aytganlikqa gunoh bo'ladi. So'dida odamga ziyon qiladigan bir narsa bo'lmasa, so'da qana qilinmaydi, buzilmaydi. Chunki cheklama so'dining o'ziga qaytmaydi va uning shartiga cho'q qaytmaydi. Shartiga qaytmaydi, shunga bunda gunohkor bo'lishin so'disi so'da bo'ladi. Agar ammo uning epini yepib yolg'on aytgan bo'lsa, bu qaytariladi. Xo'sh, unda bo'lib qolsa, endi biz nahiy haqida to'xtaldik. Nahiy degan nimani bildirar ekan? Haromni bildirdi. Mutlaq bo'lgan vaqtida dedik. Endi mutlaq bo'lmagan vaqtida dedi shu. Ya'ni bir harom mutlaq bo'lmay, unga bir qarshi dalil kelib qolsa, masalan. Bu qanday bo'ldi desa, u bir qancha daraja tushdi nahiyninki kuchi. Deydi, وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك. Nahiy haromdan bir qancha ma'nolarga chiqadi, oshini taqozo qiladigan dalil uchun. Ya'ni haromdan tushishga taqozo qiladigan bir dalil olib qolsa, u haromlikdan tushadi. Uning qatorida nimaga tushadi? Birinchisi, makruhlikka tushadi. Cheklim bor, lekin bir dalil olganlik uchun u cheklima haromlikni emas, makruhlikni bildiradi. Al-karaha, makruhlikka tushadi. Ya'ni nahiy haromlikdan makruhlikka tushadi, shuni taqozo qiladigan dalil olib qolsa. Bunun misali qaysi desa, Peygamberimizin tüyendeki sözü misal keltirdi. La yamusanna hadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Senin birinla kichik tahat qilayotgan holda o'ng qo'l bilan zakarni tutmusun dedi. Bu yerda nahiy va la yamusanna. Unda o'z haromlikni bildiradi? Yo'q. Nima uchun? Faqat qala al-jumhur anna an-nahya huna lil karaha. Jumhur ulamalar bu yerdagi nahiyning degan karahat uchun, makruhlik uchun degan. Nima uchun? Lanna zakara, chunki zakar bid'atun min al-insan. İnsanning bir a'zosi o. Vel hikmetu minen nehyi tenzihul yemin. Onun bo'lgan hikmet o'ng qo'lninki ma'niyat bo'lib ketmasligi. Bu makruhlikni bildiradi deydi. Ham ikkinchisi nahiy haromlikdan makruhlikmi emas, irshadlikmi tushadi. Shuni taqozo qilgan dalil bo'lib qolsa. Ya'ni qarinalar bilan. Masalan, payg'ambarimizning muoz qilgan gapida nahiy va masalan La tad'anna an taqula dubura kulli salatin Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Muazga peygamberimiz sen her bir namazdan keyindin muşu Allahumma a'inni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik degan muşu zikrini la tad'anna hergiz tashlab qo'yma dedi. Demek bu yerda
tashlab qo'ymaslikdan iborat bir nimba nahiy bor. Bu bir haromlikni bildiramda, makruhlikni bildiramda? Yo'q, bu payg'ambarimizning ko'rsatmasi, irshod deymiz. Xo'sh, unda bo'lsa vaqtlar nahiy haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Nahiyninki dalil taqozo qilsa nimalarga tushadiganligini ko'rdik. Unda bo'lsa biz amr va nahiyni tushungan bo'ldik. Bu amr bilan kimni buyruq qildi? Bizning islom shariati nahiy bilan kimlarni buyruq qildi? Ya'ni buyruq va cheklamalarga kim mas'ul? Buyruq va cheklamalar orqali kimga xitob qilinadi? Bu mazmunni biz klerk salik darsimizda o'qiymiz. Klerk salik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.